Voy, oyijon, juda ham qimmat joyga o'xshavyapti. Ishqilib pulimiz yetarmikan? Qilar ishni qilib qo'ygandan keyin chidaysiz endi. Mana bu qattingilami? Qozog'iston, Turkiya. Unda menga ikkita o'rang bundan. Voy, oyijon, ikkitani nima qilasiz? Bitta ham yetadi. Menga qarang, vaqtliroq o'ylashingiz kerak edi. Bolalaringizni yig'ishtiring deganimda yig'ishtirmadingiz. Hamma gilamlarimni rosvo qilib tashladi. Men kerak bo'lsa 10 ta olaman. Eshitdingizmi? Mana bu gilamdan ham o'rang. Mana bu gilamizdan ikkita o'rang. Mani xonamga rosa zo'r tushar ekan. Mana bundan ham o'rang. Mana bundan ikkita. Bundan ham ikkita. Tushunmadim. Shuncha gilamni nima qiladilar? Urug' aymonlariga yo'vatdilarmi? Opajon, bizlardan gilam xarid qilganingizcha mana bunaqa joynamoz, mashina uchun kovuriklarimiz bor. Bularni sizga qo'shib beriladi. Marhamat, to'lovni kassaga qilishingiz mumkin. Rostdan mengami? Ha, biz har bir klientimiz uchun mana shunaqa narsalar qo'shib beriladi. Voy, buncha yaxshi. Kassalaringiz Mana qayerda? bu yoqda kassalarimiz. Oyijon, shuncha pulni qatdan topamiz? Pul yo'q-ku. Oyingizga telefon qiling. Oyingiz to'lasin. Oyijon, axir oyim yolg'iz ayol. Qayerdan shuncha pul topadilar? Menga qarang, kecha dekretni tushuvda. Dekretni hammasini to'lab yuboring. Zato gilam yoningizga qoladi. Bundan keyin o'ylab bolalaringizga qaraysiz. Hamma gilamlarni rosvo qilib tashamaydi. Tushundingizmi? Gilam olganimiz yaxshi-yu, lekin shuncha pulni gilam uchun ishladimmi?